Bugungi kunda ta'lim va tibbiyot sohalarini uyg'un holatda rivojlantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar, xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimining joriy etilishi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday ilg'or maskanlardan biri G'ijduvon tumanida joylashgan Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumidir. Mazkur ta'lim muassasasida bugungi kunda 6 ta yo'nalish bo'yicha jami 1258 nafar talaba tahsil olmoqda. Joriy o'quv yilida texnikumni 5 ta yo'nalish bo'yicha 264 nafar talaba muvaffaqiyatli tamomlab, o'z mutaxassisliklari bo'yicha diplomlarga ega bo'lishdi. 2023-yilda G'ijduvon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida talabalik unvoniga sazovor bo'lganman. Oradan 3 yil o'tibdiki, mana bugun bitiruvchi bo'ldik. Biz diplomlarimizni o'z qo'llarimizga oldik. Bu uchun jamiki ustozlarimizga kattadan katta tashakkurlarimizni aytamiz. Barchaga rahmat. O'zim Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan kelib, Buxoro viloyatidagi G'ijduvon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida o'qib talabalik unvoniga sazovor bo'ldim. Bu yerda qulayliklar juda ham yuqori darajada, o'quvchilarga barcha bilimlar, ko'nikmalar kerakli tarzda o'tab beriladi. Quvonarlisi, ular orasida 4 nafar talaba imtiyozli diplom bilan taqdirlanib, oliy ta'lim muassasalariga imtiyoz asosida o'qishga kirish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ham alohida e'tiborga loyiq. Xususan, 7 nafar talaba migratsiya agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan nemis tili kurslarini muvaffaqiyatli yakunlab, B1 darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdi. Ayni paytda ular Germaniyada ishlash uchun tayyorgarlik ko'rishmoqda. G'ijduvon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumimizda diplomlarni tarqatdik. Hurmatli prezidentimiz yoshlarga juda keng imkoniyatlar yo'llar ochib bermoqdalar. O'ylaymizki, yoshlarimiz mana shu imkoniyatlardan foydalanib o'z yo'lini topib ketadi. 2026-2027 o'quv yilida Angliyaning Pearson kompaniyasi ta'lim tashkiloti bilan hamkorlikda 60 nafar talabani o'qishga qabul qilishni rejalashtiramiz. Chet elga ham ishlash imkoniyatlarini yanada kengaytirib beradi o'quvchilarimiz. Umuman olganda, raqobatbardosh kadrlar tayyorlayotgan muhim ta'lim maskanlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugun G'ijduvon tibbiyot texnikumida bitiruv oqshomi bo'lib o'tdi. Talabalarimizning 264 nafariga diplomlar tarqatildi. Ularning kayfiyati a'lo darajada, tadbir juda qiziqarli va xursandchiliklarga boy bo'ldi. Tibbiyot sohasida keyingi ishlarini olib borishlari uchun, rivojlanishlari uchun omadlar va zafarlar tilaymiz. Men bugun G'ijduvon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomat texnikumini bitirdim. Men xalqimga, vatanimga, prezidentimga sidqidildan xizmat qilishga va'da beraman.